Sizni bizda yaratgan Alloh taoloti bilan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz hurmatli tomoshachilar, do'stlar, vatandoshlar, umid etaman sihat salomat bo'lib, sog'likda va omonlikda yashab yurgan bo'lsanglar. Hurmatli mehribon do'stlar, mana hozir ko'rib to'xtasizlar, Farg'ona viloyati Andxuy viloyatining, ya'ni Daychixona tumanida. Hurmatli mehribon do'stlar, albatta bu yerda bir soxtamon qurshali to'xtabdi. Bu albatta to'y saloni Baxt yulduzi. To'y saloni oti ham Baxt yulduzi ekan, hurmatli mehribon do'stlar. Xoladim aziz hamkorim bilan sho'rekesam bir fotogenani guzorish tayyor qilsam, o sizlar do'stlarni bir ogoh qilsam shu yerdan. Albatta buni to'y saloni Baxt yulduzi qo'noqlar xursandligi bir shoiri ham bor ekan. Hurmatli mehribon do'stlar, mayda-mayda boraylik, ishlarni ko'raylik. Ne raqam bo'libdi, qaysi darajaga boribdi buni tuzalishi va burada injener sohiblar, bu deydi injener sohiblardan bir ma'lumot olaylik. Inshaalloh sizlar mana bilan bo'lib to'xtaylar. Tashakkur hammalaringizdan. Assalomu alaykum aziz hurmatli do'stlar, aziz tomoshachilar. Mana hozir ko'rib to'xtasizlar, bizning muhtaram injener sohib huzurimiz bor. Mehribon do'stlar, ko'rib to'xtasizlar ki ilgariroq ham aytdim men sizlarga, albatta hotel Arusiya, albatta buni ismi Baxt yulduzi. Baxt yulduzi. Injener sohib muhtaram, birinchidan o'zingizni mana shu tomoshachilarga bir tanishtirsangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz hurmatli vatandoshlar, injener Bobur Nazariman. O'zim Andxuydan bo'laman. Hop, shirkatimning oti shirkati Sulaymon Bobur va meni necha viloyatlarda faoliyatim bor. Barbelan, Burda, Ulusvoli, Chorgona, Andxuyda ishloq bir o'talki masoati taqriban 177 metr murabbaya bir o'tal shu yerdan baxayr e'dos qiladi. Bu zamindan qancha yerini olgan? Bu o'talni masoati birinchi tabaqauz 803 metr murabbaya. Xo'p, ikkinchi tabaqauz ham 270 ga boradi. Endi buni majmuan zarfiyati 1100 nafarga guvohi bor. Xo'p, buni yeni qancha? Buni qutri 32 metrga olingan, shosi 16 metr bo'ladi albatta. Bizning tiklarimizni ko'rasiz. Tiklarimizning ham nimasi uzunligi albatta 3 metr. Ay maşallah. Bak, 250 nafar shundoqlar gunjoyishi bor. Inshaalloh bizlarni buni keyinda ham bir solimiz bor, bu yerda ham gunjoyishlar bor. Har nuqtamizda ham shu nimarsani arusi domodni o'ltirayotgan stejiki bor. Bizlarni har nuqtamizdan bo'riya soy deydi bor. Soy deydi mustaqimi bor har nuqtada. Ko'p yaxshi. Inshaalloh baxayr mukammal atrofni ham bizda 30 santi shu safdan baland qilamiz. Chunki soy deydiz mukammal. Mana bu o'rta solunga va ham nima istecha mustaqim bo'lsin. Injener so'b, siz buni aytingki, bu o'talni balandligi qancha metr bo'ladi?
oyo shu chat bo'lib ustiri shuna bir yopilib qo'yilami yoki biron bir namunai shakli bir xushlik ko'rinsin deb yo biron gumbaz yetmoqchimisizlar? Shu borada bir aytib bersangiz. Bale, shu hozirda bu baxshi iskeletni ishini davomi bor. Shu hozirlikda bizlarning iskelet konkret rezus sathi zamindan 7 metr balandda. Undan nari shu ringga aylanib o'tgandan so'ra mukammal ustirmasa bo'ladi, tras bo'ladi, qaychipo'sh bo'ladi. Qaychipo'sh bo'ladi, taqriban 11 metr buni sathi zamindan irtifosi bo'ladi. Ya'ni bu sababdaki Pirnoy film bardori bor, masalan, helikopterlari bor. Bular ozodona nima qilsin, o'talning ichidan charxish yebilsin. Bu yuzdan nima qilamiz? Tepasiga tras olamiz. Ko'p yaxshi, ya'ni gumbaz bo'ladi. Bali. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Burada barfilan qancha nafar korgar va ustalar ishlab to'xtatdilar? Shu hozirlikda endi har baxshdan hamzamon bizning ish o'z jarayoni bor. Qolibandlar ishlov to'xtabdi shu hozirda. Xo'p, sistema barqni ishlov to'xtabdilar, palastarni jarayoni bor, konkret rezina jarayoni bor shu hozirda va najorlar eshiklarini tuzatib to'xtabdilar. Taqriban shu hozirda inozdan 35 nafar ya'ni personal, korgaroy fanniy va g'ayri fanniy shu hozirda shu yerda faoliyati bor. Baxshi dizayn va decoration va Italiya amiz bizlarning vaqtimiz bor inshaalloh. Vaqtiki bizlarning iskeletimiz takmil bo'ldi, undan nari baxshi decoration va decoration va Italiya boshlaymiz inshaalloh. Injener so'm o'tiram, siz buni aytingki, bu salonini ismini baxt yulduzi deb qo'yibsizlar. Oyo bir fikrdan chiqqanmi shu yo biron bomashvara bo'ldimi? Ne raqam bo'ldi? Voqatan men aziz tomoshachilar ta'jib qoldim. Xeyla bir ismi bir xushri, maqbul desa ham bo'ladi. Baxt yulduzi. Shu borada bir aytsangiz. Albatta bu otini borasida men sizga ma'lumot bersam, do'stlar bilan, ustozlar bilan, hadiblar bilan, shoirlar bilan har kim bilan mashvara qildikki, shu tanli ismini nima narsa qo'ysa, ya'ni bir kalima o'zbaki bo'lsa, deb mashvara qildi. Sora shunday bir natija eshitdikki, ya'ni baxt yulduzi to'y saloni. Baxt yulduzi to'y saloni, ya'ni bu ma'nodaki baxt, ya'ni yulduz kimdir? Arus domod. Arus domodni baxti uchun. Va shunday bir shohar ham albatta ustozlarimiz shunday bir nazar berdilarki, ya'ni baxt yulduzi qo'noqlar xursandligi deb. Bir shohar ham tayin qildik bunga. Maşallah. Xo'p. Ya'ni o'tali baxt yulduzi mehmonlarni xursandligi uchun tuzalgan. Qo'noqlar ya'ni mehmonlarni xursandligi uchun bizlar buni nima qilamiz? E'tiroz qilamiz. Qo'noqlar ya'ni mardimizga keladilar shu yerga. O'shalar bu yerga kelishlar voqetan xursand bo'ladilar. Xursand bo'lsinlar, bahra yelsinlar, xush bo'lsinlar va chunki buni bilasizki, o'tal ya'ni insonlarni yaxshi kuni uchun. Hurmatli injener so'b, albatta endi siz bu borada aytsangiz-ku, bu to'y salonini albatta sizlar shunda ham bir taxminan aytib bilasizmi yo ya'ni o'zingiz fikrlarni qo'yasizlarmi ki qancha vaqtda bu takmil bo'ladi, mardimi millatimizni xizmatiga hozir qilsanglar mana. Inshaalloh planimiz bor. Degan ham shu 2,5 oylani qatida inshaalloh bizning umidimiz bor. Ya'ni Qurbon bayramini yildaylargacha qilsak, bu talablarga ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Albatta bu to'y saloni tuzalib to'xtatdi. Bu kim tarafdan, qaysi vatandosh tarafdan kimdi bular? Shuni bir aytsangiz, bir ma'lumot bersangiz. Tashakkur. Albatta bu to'y saloni ya'ni baxt yulduzi hurmatli do'stimiz Afizullo Niyoziy deydi, inog'amiz kishvar do'sti Turkiyada bo'ladilar o'zlari. Shular bilan bu mafkura shuni hozirda biz tuzatib o'ltiribmiz. Albatta shular bilan bir miqdor meni ham nima narsam bor, fesadim sharokatim bor bu yerga. Ko'p yaxshi.
o'shalar bilan hamongi peshga tortdik shu ishni. Ko'proq masorif albatta hurmatli do'stimiz Hafizullo Niyoziy tarafdan va kamroq bir miqdor men tarafimdan ham bor. Inshaalloh shuni peshga tortdik. Injener so'b muhtaram, siz buni aytingki, burada albatta bu to'y salonida, ya'ni Baxt yulduzi to'y salonida qaysi ishlar, qaysi baxshlar sizga marbutki, shu yerda faoliyat etasiz? Tashakkur, rahmat. Albatta davom aytib o'tdim. Bu talni tuzalishga sabab bo'lgan, fikr bergan hurmatli do'stimiz Hafizullo Niyoziyga ko'proq man bo'lgan. Albatta bu talni ibtidosidan, ya'ni naqshasidan tutib, taru dizaynidan tutib menga marbut bo'ladi va degan ham baxshi idoriy va yerda bir ro'z buni bahra bardorlikka bersa ham buni baxshoy idorasi va shu talni ishlarini pesh eltish uchun inshaalloh men o'zim bu yerda borman, chunki hurmatli do'stimiz Hafizullo Niyoziyning huzurlari yo'q bu yerda va shularni baysi namoyandasi shaklda ham inshaalloh men o'zim huzurga boraman. Tashakkur. Aziz hurmatli tomoshachilar, mana hurmatli injener so'bni tamom gaplarni ham oldingizda o'zlaringiz. Inshaalloh baxayr sizni bizlar tamom vatandoshlar. Bu yerga sizlar vatandoshlar bilan inshaalloh har vaqtiga kelsa, yaxshi ro'zlarga kelsa. Inshaalloh hammalaridan Alloh rozi bo'lsinki, sizni bizlar vatandoshlar uchun bu joyni, bu raqam masoriflar tuzatib to'xtatdilar. Har bir ro'z, har yakoz, hammamiz shu kilo inshaalloh yaxshi ro'zlarda kilo xursandlik bilan tashakkur hammalardan. Injener so'b muhtaram, tashakkur sizdan hamki vaqtingizni siz bizlar uchun zoya qildingiz. Sanat bozam xush keldingizlar deyman. Inshaalloh bu tanlov takmil bo'lsa ko'proq izzat hurmatlaringiz bo'lar. Hozirgi chunki ishni jarayoni bor. Tashakkur, xayr ko'ring. Salomat bo'ling injener so'b, boyizat bo'ling. Va xayr. Salomat bo'ling. Aziz hurmatlilar, hammalaringizga Alloh taolo topshiraman, muvaffaq, sarbilan, kamyob bo'linglar. Albatta inshaalloh mana albatta Baxt yulduzi degan to'y saloni keldi buruz aziz hamkorim bilan bu da injener so'b muhtaramdan qancha guzarishlar tayyor qildik. Sog' bo'linglar, yaxshi qolinglar do'stlar.